Maza qilib o'ynadim. Kim u? Hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Mendan qanaqadir yomonlik o'tdimi? Sizlar emas, ana qo'shningizlar. Tushunmadim. Gap shundaki, ana qo'shningiz Ro'yxatdagi millioner kecha o'z uyida o'ldirilib ketgan yoki umuman yo'qolib qolgan. Uni hech kim topolmayapti. Uni dushmanlari ko'p-da, boyku. Bu ham mayli, undan oldin ana u yerdagi bo'g'ish, ya'ni sotuvchi bo'g'ish yo'qolib qolgan. Uni ham topolmayapti. Qishloqlaringizda manyak topilgan deyapti. Yo, manyak topilmoqda deyapti. Manyak? Qanaqa manyak? Mabodo siz shubhali narsani ko'rmadingizmi? Shubhali narsani ko'rsangiz tezda bizga xabar bering. Biz kiber xavfsizlikka aytamiz. Yo'q, hech narsani ko'rganim yo'q. Unda guvoningiz kimdan? Guvoningiz? Gumonimmi? Gumonim hech kimdan. Mana. Xullas, barchaga salom alaykum. Sizlar bilan birga Karl. Xushsiz yangi videomizga. To'g'risi meni gumonim mana u crazy yigitdan. Chunki deganda u crazy va psix. Faqat yuzlari ham qo'shli, tishlari ham katta. Tashqariga chiqarish, politsiyaga ketdi. Hozir buni sizlarga ko'rsataman. Crazy yigitdan. Xullas, obunachilar. Qishloqda qanaqadir manyak paydo bo'lgan deyaptimi? Shunaqa deyapti. Mana bu uyda yashaydi. Crazy Jitel. Kiraver do'stim. Xo'p, Jitel. Qaraysan, yaxshimisan? Xo'p, qishloqda qanaqadir manyak paydo bo'libdi deyapti. Ko'rmadingmi sen uni? Nimaga sen politsiyachimisan yoki mendan gumon qilyapsanmi? Men hech qachon qilmayman bunday ishni, aytib qo'yay do'stim. Qilmaysan, a? Ko'rdinglarmi do'stlar? Bu o'zini oqlashga harakat qilyapti bu crazy Jitel. Aniq qilmaganmisan? Yo'q. Demak, bekor sezdirdim-da do'stlar. Ko'rdinglarmi buni basharalarni? Eslashga o'zi odamni qo'rqitadi. Xo'p. Ana uyga boraylik-chi. Ana nima? What the fuck? Ana nima? O'lik qushlar bilan politsiyachini o'ldirib shu yerga tashlab ketgan. What the fuck? Haqiqiy jinnilik bu. Aniq crazy Jitelning ishi. Bu yomon jinnilik. Ana meni garajimda o'nachi. Merni qaranglar, giyliklarni olib. Mer. Karl, yaxshimisan, turibsan? Xullas, qishloqda manyak topildi deyapti. Manyak topilmoqda, qidirilmoqda deyapti. Ha, eshitdim. Boyagi bitta bo'g'ish Jitel bor edi-ku, sotardi bilasizlarni. O'sha Jitelni olib ketishgan, keyin seni qo'shning millionerni ham olib ketishgan. Endi millionerni tushunsam bo'ladi. U boy edi, hamma narsasi ko'p edi, dushmanlaridan qo'rqadi. Lekin ana bo'g'ish nimaga yo'qolgan? Ikkalasini ham manyak yo'qolgan. U ham mayli, mana bu yerda politsiyachini qovurvasini chiqarib o'lik qushlar bilan tashlab ketganda mana bu yerda. Ana ko'chani boshida kirgan joyda kelgan odam nima deb o'ylaydi? Manyaklar shahri deb o'ylaydi. Xo'p, tez politsiyani chaqirish kerak. Meni eshitmadi menimcha. Xo'p. Bu yerdan telefonini olish kerak. Tezroq politsiyani chaqirish kerak. Yaxshirog'ini bu safar o'zim chaqiraman. Alo. Politsiya ishladi. Xullas 13-qishloqqa yetib keling. Muammo borda, problema bor. Tezda yetib boramiz. Xo'p, mayli. Tak, politsiyachiga qo'ng'iroq qildim. Hozir yetib kelishadi. Janob politsiyachi, assalomu alaykum. Xullas nima bo'ldi? Nima gap bo'ldi? Xullas bizning qishlog'imizda manyak chiqqan. Mana shu millioner Jitelni o'g'irlab ketishdi, yo'q qilib ketishdi. U millioner dushman ko'p bo'lsa kerak-da, o'rganlashtiramiz, mayli. Xo'p, mayli, u ham mayli. Lekin mana bitta bo'mish sotuvchi bor edi. O'shani ham yo'q qilib ketishdi. Qishloqda qanaqadir manyak topilgan deyapti. Bitta odam politsiyani chaqirgan ekan, qishloqdan birov politsiyachi kelgan, politsiyachi ketayotgan payt uni manyak ushlab olib, qovurg'asini chiqarib, yeb, go'shtlarini, qonlarini qontalatib ketgan.
Jirasun u ko'rdim, ko'rdim. U biz sherigimiz dedi, la'nati manyak. Uni o'ldiraman o'z qo'llarim bilan. Unda tezroq bo'lish kerak. Guvohingiz bormi? Kimdan? Gumonim ana Crazy Jitel. Endi aytaman, Crazy Jitel. Mana yoqda qora uyda yashovchi ahmoq psix. Unga isbot kerak. Isbotsiz biz uni qanday qilamiz? Qo'lga olamiz. Demak isbot kerak. Kameralardan ko'rish kerak. Tezroq merni uyiga borishim kerak kamera olish uchun. Xo'p. Mana bu yo'llarda ham kamera bor. Kakras kun botyapti. Kechasi ko'zlaymiz-da. Xo'p. Mer, assalomu alaykum. La'nati o'z qo'llari bilan o'ldiraman shu manyakni, jinoyatchimi. Nima qilibdi? Sandiqdagi hamma pullarni o'g'irlab ketgan. Politsiyachini ham o'ldirgan uni. Ko'rdim, juda ham qo'rqinchli. La'nati uni o'ldirish kerak, tezroq o'ldirish kerak, nima qilasan? Demak, pullari ham qolgan. Qani sandig'ingizni tekshirib ko'raylikchi. 0 What the fuck? Milliard pullarni kim o'g'irlab ketgan? Ana shu manyak uxlab yotganda merni o'ldirmay pullarni o'g'irlab ketgan. La'nati. Tezroq bo'lish kerak. Endi meni hech kim topolmaydi. Men uni o'ldiraman. Hammani qishloqdagini o'ldiraman. Meni pullarni ham meni o'g'irlagandi. Ana politsiyachi hech narsa qilmaydi ekan, kuzatib turibdi-da. La'nati, meni qo'shnim bu axir bu. Crazy Jitel. Bechora Crazy Jitelni ayblab yotibman. Axir bu meni qo'shnim ekan u. La'nati. Bu tomondagi xullas kim ekan? Qo'shnim, mana bu katta uyda yashovchi qo'shnim. Toshli uy bormi, minora. La'nati uni o'z qo'llari bilan o'ldiraman. To'xtang. Uni dalil topishimiz kerak. Sizni oltinlaringizni birinchi chopib olaylik, keyin boshqa narsalarni ham sekin qilamiz. Xo'p, tak. Sekingina o'tib ketish kerak, ko'rmay qolish kerak. Garajni yaxshi ham quribman, garajdan o'tib ketaman. Garajimga ham chiqibdi-ku, yaramas. Bu Jiguli kimniki? Politsiyachi. Janob, Jim bo'ling. To'xtanglar. Bitta ko'rishib kerak. Salom do'stim, qalaysan? Jimsan? Nimaga kechasi yuribsan? Manyak chiqib turibdi-ku. Xo'p, mayli, men o'zi shunga xabarni eshitib qo'rqqanimdan qayd qildim keldi, shunga chiqdim. Mayli, sog' bo'l. Bu yaramas manyak. Qanday bildi-kan, o'zini ishini biladi-da. O'zini bildirib qo'ydi. Endi men buni fosh qilishim kerak. Sniper. Tezroq zakaz qilish kerak-ku. Bu sniperlar bo'lmaydi axir. Menga pistolet kerak. Tezroq zakaz qilish kerak telefon bilan. Olaman va boshlaman. Tezroq bosh qilishim kerak. Bu yaramasni. Qilich kerak. Qilich juda muhim. Xo'p. Zakaz qildim kabotalarni ham. Endi uni tezroq fosh qilishga borishim kerak. Politsiya ishtiribdi. Uyiga ketibdi demak u. Yo'q. Uyiga bir ko'raylikchi. Uyda yo'q u. What the fuck? Uyda yo'q. Tepalarga chiqib ko'raylik, balki o'sha yerga yashirgandir. Qotyapti telefon. Birozgina cho'zilib turasizlar-da do'stlar, qotyapti-da. Xo'p, bu yoqda ham yo'q. Bu yoqda yo'q ekan. Mayli, qotmay qoldi endi. What the fuck? Bu meni do'stim men axir. Ana skeletib qolgan. Ana u esa bomb jitel. What the fuck? Buni tush ko'rib chiqaman. Bugun uxlamayman. Xo'p, bu yerda hech narsa yo'q. Yana tagini ko'rib ko'raylikchi. What the bunkermi? What the fuck? Yashirib qo'yibdi merli pullarini. Hammasi merli pullari.
bo'lishi kerak. Tezroq u sezib qolmasligi kerak. Tezroq. Va tez. Men sezib qolmasligi kerak u. Men sezib qolmasligi kerak. Mana bu loyni tashlab yuboraman va uni joyiga oltinni olaman. Oh, la'nati, yaramas shuncha pula. To'xta! Yaramas, sen meni maqsadlarimni aniqladingmi? Senga tegmagandim men, seni do'stim deb. Yo'qol la'nati, iflos, maniak. Maniak bo'lsa ham senga tegmasdim, lekin sen bunday qilding. Sen meni ham o'ldirarding. Mana senga, mana. Ko'zim. Tezroq chiqib ketish kerak, obunachilar, tezroq. Tez. Politsiyachiga topshirish kerak bularni. Ha, yaramas, sen meni qarab qilding-a, baribir. Hali qarab turinglar, men ikkalangni ham o'ldiraman ki. Qo'lingdan kelganini qil, tushunyapsanmi? Qo'lingdan kelganini qil. Meni pullarimni o'g'irlagan-ku sen. Hali qarab turinglar, men sizlarni ham o'ldiraman. Bo'lganingni qil. Xullas, obunachilar, video nihoyasiga yetdi. Obuna bo'lib, like bosib ishdan chiqmasin, padashga qilinglar. Barchaga xayr.